Hammaga assalomu alaykum. Mangalchi bo'laning obunachilari hamda hamyurtlar. Xudo xolasa, bugungi manzilimiz Olmaliqda Oydin bozori. Ya'ni Parkent shahar markazida ishimiz yakunlaganmiz. Mangalchi bo'lani juda ham ko'pchilik so'rayapti, usta nimaga video qo'ymayapsiz? Ba'zi bir joyda videolarimizni qo'yishga ulgurmaymiz yoki vaqt bo'lmay qoladi. Xullas har qanaqa sharoit. Shuning uchun sizlarga buni butunlay chiroyli qilib obzorini boshlaymiz. Xo'p, mangalimizda uzunligiga keladigan bo'lsak 2.60 ga, ichkari holati 40 sm. Ya'ni mana shunday shashlik nabor mangallarni bitkizganmiz, ichkarisiga o'tga toblangan, chidaydigan qilib agnopornidan urib qo'yganmiz. Ya'ni bor yo'g'i 110 dona agnoporni ketgan. Mana shu sohasini kafel bosishdan oldin g'ishti chiroyli qilib urib, kafelni ham bosib, dimog'larga chiqarib qo'yganmiz. Endi xudo xolasa, taglariga bitta ahmiyat berib qo'yasiz. Tepasini ko'rdingiz-a? Endi dimoqni ko'rsatamiz. O'rtoqlar, mana shu ko'rayotganinglar uzun turba chiqib ketgan. Ya'ni 450 lik razmerda atsinkovka turbadan bo'lgan, ko'ryapsizlar-a? Endi bu safar o'tini yoqib ko'rsatganimiz yo'q, sababi hammaning ko'ngli to'q. Mana shu birinchisi qiyshayib chiqib ketganini ham o'zimiz qilganmiz. Ko'ryapsizlar-a, tortmana. Qayta birinchi turbani ham o'zimiz sonfga qilganmiz, ikkinchisini ham. Ya'ni Oydin bozorida birinchi ishimiz emas. 3. Xudo xolasa, tepada dimoxotni ham ko'rsatdim. Mana shu yangi komfortlarda bitkizilgan. Hech qanaqa urinish, boshqa turtinish bo'lmaydi. Bu ko'rayotganlaring temir. Ya'ni qiziydimi, boshqa bo'ladimi? Endi eski holatini ham bitta nazar solib qo'yamiz. Ko'rmaganlar, bilmaganlar buni ko'rib bilib olish kerak-da. Qormang. Ko'ryapsizlar-a? Oldiga jirniy ispareniya. Bu odamzod uchun juda ham zararli narsani ko'p chiqaradi. Ya'ni jirniy ugar tinchitadi xullas. Ko'ryapsizlar-a? Issig'i qanchalik kelyapti, buni o'zim his qilib turibman. Endi xudo xolasa, narx-navosini boshlaymiz. O'rtoqlar, xudo xolasa, mana sizlarga hamma narsani ko'rsatdik. Endi narx-navosi masalasi bo'yicha usta shuncha narsani ko'rsatdingiz, quribsiz, malades, gap yo'q deydiganlarga narx-navosini bo'lar bittarini aytib qo'yamiz. Narx-navosi o'rtoqlar 9 million so'mga bitkizdik. Endi juda ham ko'pchilikda fikr tug'iladi. 9 million so'mga bitta mangalni qurib bitkizish qimmatlik qilmaydimi deydiganlar, tayyor turinglar, sizlarga ham javobim tayyor. Shu narsani qurib bitkizganimizgacha bitta shashlipas egalarimiz, tadbirkor akalarimiz qancha qiynalishgan, nima qilishgan, hammasini o'zlari bilishadi. Birinchi obyektimizda ham ishlaganimizda zo'rlab effektini ko'rishdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi bu joyda narx-navosini aytdik. Narx ma'qul bo'lgan bo'lsa, chiroyli qilib bitta laykni ayamasangiz, kanalimiz rivoji uchun salomat bo'lasizlar. Xuddi shunday mangallarda qildirmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga sekingina tashlab qo'ysalaring, xursand bo'lib qolamiz. Salomat bo'linglar, hammalaringizni yaxshi ko'ramiz.